Hop, adisidan demak, trapetsiya va aylanaga doir masala yechaylik. 74-masala. ABCD teng yonli trapetsiyaga aylana ichkisilyapti. Bu aylana BC tomonga M nuqtada, CD yon tomonga N nuqtada urinadi. Trapetsiyaning CH balandligi MN kesmani K nuqtada kesadi. Agar MK'ning KN'ga nisbati 3/2 nisbatda bo'lsa, AD hamda BC asoslari nisbatini aniqlashimiz kerak. Hop, deylikki MC kesma uzunligi bizga noma'lum x bo'lsa, CN kesma uzunligi ham x bo'ladi. MCN uchburchagimiz teng yonli, asosdagi burchaklari o'zaro teng. Mana burchaklar alfa ekan. Hop, endi kesmani uzunligini birorta y desak, D nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar o'zaro teng. DN y bo'lsa, mana bu kesmamiz ham y ga teng. Trapetsiya teng yonli deyilgan. Mana bu urinish nuqtasida teng 2 ga ajriladi. Mana bu kesma uzunligi ham y, mana bu kesma uzunligi ham x. AD'ning BC'ga nisbati so'ralgan. AD kesma uzunligi hozircha 2y. BC kesma uzunligi esa 2x. Ya'ni y taqsim x ga kelyapmiz. Hop, mana burchaklarimiz alfa bo'ladigan bo'lsa, D nuqtadan MN ga parallel bo'lgan kesmani o'tkazaylik. D nuqtadan MN ga parallel bo'lgan kesmani o'tkazyapmiz. Parallel bo'lmay qoldi. Shu yerda e'tibor qilasizlar, agar mana bundan kesma o'tkaziladigan bo'lsa, mana bundan kesma o'tkazsak, mana burchak alfa bo'lsa, bunisi ham alfa edi. Ya'ni mana bu kesma bisektrisa edi. Xuddi shunday mana bu ham nima bo'ladi endi? Bisektrisa bo'ladi. Bu burchak alfa bo'lsa, bunisi ham alfa ekan. Bisektrisa ishsilgan aylananing markazidan o'tadi. Hop. Mana bu kesmani o'tkazsak, mana bu kesmamiz demak, mana bu uchburchagimiz ham teng yonli. Bu burchak alfa bo'lsa, ichki almashinuvchi burchaklar o'zaro teng. Endi mana bu kesmamiz x edi. Xo'p, mana bu kesma y bo'lgani uchun mana bu kesma ham y bo'lishi kerak. X da ayirsak, mana bu kesmamiz y minus x bo'lyapti. Mana bu. Hop, nimalarni aniqlashimiz mumkin? Mana bu ikkalasini nisbati 3/2 kabi edi. Hop, mana bu K nuqta, bu L nuqta bo'lsin. Bu ikkalasi 3/2 nisbatda bo'lsa, KL ning L ga nisbati ham 3/2 kabi bo'ladi. Chunki hop, birinchi amal MCN uchburchagimiz o'xshash KCD uchburchakka. MK'ning KN ga nisbati teng bo'ladi. KL ning L ga nisbati. KL ning L ga nisbati. Demakki KL ning L ga nisbati 3/2 kabi. Hop. Mana bunimiz biror 3 bo'lsa, bunisi L'damiz 2 bo'lishi kerak. Hop. Xuddi shunday CL ning
CL bilan LH'imiz ham nima bo'ladi? Ikkinchi amal. KCL uchburchagimiz o'xshash LHD uchburchakka. Mana KCL bilan LHD uchburchaklarimiz o'zaro teng. O'xshash bo'ladigan bo'lsa, mos tomonlar nisbati teng bo'lishi kerak. Shunda hop. Mana bu DH ning KC ga nisbati teng bo'ladi LH ning LC ga nisbati. LH ning LC CL ga nisbati. Xo'p, DH kesma haqida nima deyamiz? Mana bu kesma x bo'lsa, mana bu kesma ham x bo'ladi. Qolgan qismi y minus x. KC kesmamiz nimaga teng? X plus y ga teng. X plus y. LH kesmamiz mana bu ikkalasi 3-2 nisbatda. Mana bu 3H bo'lsa, bunisi 2H. Chunki mana bu uchburchak bilan bu uchburchak o'xshash, mos tomonlar nisbati teng. Shunga hop. Kichkina uchburchakda, demak, 2 ning 3 ga nisbati. 2H ning 3H ga nisbati. Proporsiya chetki hadlar ko'paytmasi o'rta hadlar ko'paytmasiga teng. 3y minus 3x teng 2x plus 2y. Hop, bundan y teng 5x ekanligiga kelamiz. Mana bunga keltirib qo'yaylik. 5x taqsim x desak, bu nisbat 5/1 kabi bo'lar ekan. Yozib olasizlar. Navbatdagi masala, kichkina aylanamiz. ABCD trapetsiyaning yon tomonlari va kichik asosiga urinadi. Mana bu katta aylanamiz. ABCD teng yonli trapetsiyaning katta asosi hamda yon tomonlariga urinadi. Agar bu aylanalar o'zaro urinsa, katta asos 8 va kichik asos 2 bo'ladigan bo'lsa, trapetsiyaning yon tomon uzunligini aniqlashimiz kerak. Xo'p, deylikki C nuqtadan mana bu urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa 1 ga teng. Bu 2 edi, bu 1. Demakki, C nuqtadan mana bu urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa ham 1 ga teng. D nuqtadan mana bu urinish nuqtasigacha masofa 4 bo'lsa, bunisi ham 4 ga teng. Xo'p, mana bu kesmani o'tkazaylik. Kesmani o'tkazdik. Mana bu nuqtadan bungacha bo'lgan masofani x desak, mana bunisi ham nima bo'ladi? X. Nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofalar teng. Bu nuqtadan bungacha bo'lgan masofa ham nima bo'ladi? X. Ya'ni mana bu kesmalarimiz o'zaro teng bo'lyapti. Xo'p, endi x ni aniqlaylik. İchki chizilgan aylananing radiusini r deylik. Mana burchak 90 gradus ekanligini isbotlaganmiz. Gipotenuzaga o'tkazilgan balandlikning kvadrati o'zi ajratgan proyeksiyalar ko'paytmasiga teng edi. R kvadrat teng 1 ko'payilgan x bo'lsa, r teng nimaga? Ilzosida x bo'lyapti. Xo'p.
Mana bularni o'tkazaylik. Urinish nuqtasiga radius o'tkazsak, katta aylanma radiusini katta R deylik. Mana burchak 90 gradus. Gipotenuzaga o'tkazilgan balandlikning kvadrati o'zi ajratgan proyeksiyalar ko'paytmasiga teng edi. Ikkinchi amal R ning kvadrati teng 4x bo'lsa, R teng 2 x ekan. Endi trapetsiyani asoslari o'rtalarini tutashtiraylik. Bu R ga teng, bunisi ham kichkina r, bu R, bunisi katta R. Shunga balandlik nimaga teng? Ikkita R plus ikkita kichkina r. Hop. Xuddi shunday mana bu kesmani o'tkazsak, mana bu kesma 1 bo'ladigan bo'lsa, bu kesma ham 1 ga teng. Bu esa necha? 3 bo'ladi-da. Keyin mana bunimiz jami yon tomon 2x plus 5 midi? 2x plus 5. Bu esa ikkita r plus ikkita kichkina r ga teng. To'g'ri burchakli uchburchak uchun Pifagor teoremasini qo'llaylik. 2r plus 2 kichkina r ning kvadrati plus 3 ning kvadrati teng 2x plus 5 ning kvadratiga. Hop, r 2 ilzosida x edi. Shunga mana bu 4 ilzosida x, bunisi esa 2 ilzosida x ning kvadrati plus 9 teng. Hop, 4x kvadrat plus 20x plus 25. Buni agar kvadratga qo'shsak, 6 ilzosida x kvadrati 36x. Bir tomonga ayirishib o'tkazsak, 4x kvadrat minus 16x plus 16. 4 ga bo'lsak, x kvadrat minus 4x plus 4 teng bo'ladi. Bu ayirmaning kvadratiga teng. Shunda x'imiz 2 bo'layapti. Bizdan trapetsiya yon tomoni so'ralgan. Yon tomon nimaga teng? 2x plus 5 ga teng. Demak, 2x plus 5 ni aniqlasak 9 bo'lar ekan. Hozir olasizlar.